Gvardiolada himoyachilar orasidagi jarohatlar tashvish uyg'otyapti. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola jamoa himoyachilarining ko'p sonli jarohatlari haqida xavotir bildirdi. Albatta, jarohatlar juda ko'p. John Stones necha oyga safdan chiqqanini bilmayman. Hozir Ruben Dias ham jarohat oldi. Yoshko Gvardiol ham o'ynay olmaydi. Nathan Ake esa biz uning muntazam o'ynay olmasligini bilamiz. Bu vaziyat o'tgan mavsumda ham xuddi shunday bo'lgan edi. Shuning uchun bardoshli bo'lamiz va yechim topamiz. Ruhiyat jamoada bor va bo'ladi ham. Albatta xavotirdaman. Bugun zaxira o'rindig'ini ko'rdingizmi? Akademiyadan 3 nafar futbolchi bor edi. Endi yana qo'shiladi. Hozir bizda futbolchilar yetishmayapti. Bu haqiqat. Himoya chizig'iga qo'shimcha qilish kerakmi? Yo'q, hozircha yo'q. Lekin nima bo'lishini ko'ramiz. Chunki Ruben Dias juda katta yo'qotish. Yoshko Gvardiol ham shunday. Ular o'rtasida shakllangan juftlik bizni hozirgi darajaga olib kelgan edi, deya ta'rif berayotdi manchesterliklar mutaxassisi. Chelsea jahon darajasidagi jamoa. U yerda akademiya futbolchilari emas, eng yuqori saviyadagi o'yinchilar to'plangan. Shuning uchun bunday jamoaga qarshi 90 daqiqa davomida o'yinni to'liq nazorat qilish juda qiyin. Yanvar oyidagi transfer rejalari haqida. Hozircha bilmayman. Hech qanday tasavvurim yo'q. Hech qanday. Brightonga qarshi o'yin oldidan futbolchilarning qaytishi haqida. Hozircha bilmayman. Menimcha yo'q, lekin aniq ayta olmayman. Hali shifokorlar bilan gaplashmadim. Manchester City menejeri Pep Guardiola Etihad stadionidagi Premier Liga uchrashuvida zaxira o'rindig'ida ko'rsatmalar bermoqda. Chelsea ga qarshi o'yin haqida. Biz 45 daqiqa emas, deyarli 90-95 daqiqa juda yaxshi o'ynadik. Rodri haqida. U favqulodda futbolchi. Xotirjamligi, o'yinni boshqarishi bilan jamoani ko'p jihatdan yaxshiroq qiladi. Endi asosiy savol shu: 3 kundan keyin yana kuchli raqibga qarshi o'yin bor. U o'ynaydimi yoki yo'qmi? Mateo Kovacic va Nico Gonzalez hozircha tayyor emas. Shuning uchun vaziyatni qanday boshqarishimizni ko'ramiz. Manchester City futbolchisi Rodri 2026-yil 4-yanvar kuni Etihad stadionida bo'lib o'tgan Premier Liga matchida Chelsea ga qarshi o'yin davomida ko'rinish